Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eshik romlarimiz tayyor bo'lyapti. Akfa eshik romlarimiz bash tayyor bo'lib qo'ygan. Aynagini o'rnatib, olib borib aynagini o'rnatib beramiz. Bu Akfa eshik romlarimiz kvadrati 700 mingdan bo'lyapti. Ruchkalari o'rnatilgan. Yaxshi originalli ruchkalar ishlatilgan. Bu yoqda esa MDF eshik romlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu почти tayyor holati. Buni ham aynaga qo'ygan, o'rnatiladi. Bunimiz ham narxi kvadrati 700 mingdan. Original ruchkalar qo'yilgan. Bu MDF No 8 MDFdan tayyorlangan. Presslari moshniy press bo'lgan. 10 tonnada bosilgan. Bu yoqda esa tayyor bo'layotgan high-tech eshiklarimiz, eshik krom. Bularning ham narxlari shu 700 mingdan kvadrati boshlanadi. Bu yoqda esa ustakalarimiz romlar tayyorlashmoqda. Bu yerda oshiq qo'yilgan jarayoni. Bu yoqda esa qo'yish jarayoni. Bu yerda mana portichkalarimiz. Bu ham oshiq qo'yish jarayonida. Agar zakazlar kerak bo'lsa, nomerlarimiz hali ham o'sha ekraninglarda ko'rib turgan nomerlardamiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul.